Assalomu alaykum muhtaram Shavkat Miromonovich. Mana bugun men 200-chi murojaatimga yolg'on javoblarni olganim munosabati bilan sizga yana bir bor murojaat qilishga majburman. Muhtaram Shavkat Miromonovich, bu xalq qabulxonasi tomonidan xalqimiz yo'llayotgan murojaatlarni ichki ishlar strukturasida va prokuratura strukturasida ko'rib chiqishlar mutlaqo bugungi kunda arzachilarni qoniqtirmayapti. Chunki qoniqtirmasligining asosiy sababi o'sha yolg'on ma'lumotlar bilan arzalar yog'ilmoqda. Hozir men o'sha murojaatlardan bittasini sizga va o'sha nazorat idoralariga hamda xalqimiz muhokamasiga qo'ymoqchiman. Mana bugungi kunda men 273 ta xalq qabulxonasi, Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuraturaga murojaat qildim. Shunda mana bugungi kunda 200 donasi ko'rib chiqildi. 200 donasi ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqilganda ham umuman yolg'on ma'lumotlar bilan bular yopib yuborilyapti. Misol tariqasida ko'rsataman. Men Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasiga bor yo'g'i 5 qator so'z bilan o'sha firibgarlar tomonidan xonadonni soxta hujjatlar asosida oldi sotdi bo'lgani haqida, o'sha bugungi kunda o'sha harakatlar Angren shahar ichki ishlar bo'limida to'xtab qolganligi, ariza 24-fevralda berilganligi, o'shanga nisbatan chora ko'rishni so'rab yozganman. Ular bu Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi hatto bu bor yo'g'i 5 qator arizani ham o'qib ko'rmasdan mutlaqo yolg'on ma'lumotlar bilan arizalarni yopib yubormoqda. Mana oddiy qilib misol qilib ko'rsataman. Mana bergan ichki ishlar bergan javobida mutlaqo bu xonadonni oldi sotdi soxta hujjatlar asosida qilganiga aloqasi yo'q. Bedal Jinoyat kodeksining 364-moddasi 1-qismi 1-bandiga asosan harakatlar to'xtaganligi, hozirgi kunda O. Usmonovga nisbatan 168-modda 3-qismi A bandi bilan va boshqa moddalar bilan ayb e'lon qilganligi, ayblov xulosa prokuraturaga tasdiqlash uchun yuborgani haqida ma'lumot bergan. O'zi bu Usmonov umuman men bergan arizamga umuman aloqasi yo'q. Usmonov 2025-yilda o'sha haqiqatdan 168-modda 3-qismi bilan ayblanib ozodlikdan mahrum qilish jazosini olgan va hozirgi kunda jazoni o'tamoqda bu. Buni meni bergan arizamga mutlaqo aloqasi yo'q. Umuman aloqasi yo'q. Umuman даже arizamga yaqin ham bormaydi. Bu Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi xodimlari mana shunaqangi qilib, bu birinchisi emas, bu menimcha bu ularni bir 50-marotaba yolg'on ma'lumotlar bilan yopishi. Mana o'shani men aynan O'zbekiston Respublikasi Xalq qabulxonasi boshlig'iga yozganman. U yerda men ko'rsatyapman, men yana qaytadan sizga murojaat qilishga majburman. Bugun Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi xodimlaridan yana bitta javob oldim. Yana oldingi holat, men arizada xonadonni soxta hujjatlar asosida oldi sotdi bo'lgani va bu holat Angren shahar IBida ko'rilishi cho'zilib kelayotgani haqida berganman. Lekin Toshkent viloyati xodimlari yana arizani o'qimasdan mutlaqo boshqa matndagi javob ilova qilib yopishmoqda. Men bilan suhbatlashmagan bo'lsalarda yolg'ondan statsionar telefonga meni nomerimni terib qo'yib 18 daqiqa gaplashdik deb dalolatnoma ham tuzganlik haqida yozganman. Oddiygina bir qisqagina 5 qator so'z, hatto shunga ham to'g'ri javob bermayapti bular. Umuman yolg'on, umuman aloqasi bo'lmagan javoblarni beryapti. Muhtaram Shavkat Miromonovich, oddiy xalqimiz, bu ijtimoiy tarmoq tushunmaydigan xalq yoki bo'lmasam mana shu kompyuterlarda murojaat jo'natishni bilmayotgan xalqimiz bir marta javobini olgandan keyin bu shunday ekan deb o'tiraveradi. Men demoqchimanki, aynan
Mana shu holatlarda menimcha bu ichki ishlar bosh boshqarmasini rahbariyati bilmaydi. Chunki bu kelib tushayotgan arizalar menimcha qayd qilinmaydi. Buni hammasi ham o'sha chiqarilib ichki ishlar bosh boshqarmasi yoki bo'lmasam o'rinbosarlarga kiritilmaydi. Agar kiritilganda o'rinbosar bu 5 qator arizani o'qib ko'rib, sizlar nima qilyapsizlar va nega bunday yolg'on ma'lumot beryapsizlar deb ulardan so'ragan bo'lardi. Chunki menimcha bular o'sha ijtimoiy tarmoqdan kelayotgan murojaatlarda o'zlari bittasini olib kirsa ham 10tasini olib kirmasdan shu o'tirgan joylarda mana shunaqa yolg'on ma'lumotlar bilan javob berib boryapti. Men demoqchi bo'lganimki, mana bugun 200-murojaatga javob oldim. 200. Yana 73 ta murojaatim turibdi. Lekin shunday bo'lsa ham men o'tgan murojaatimda o'z minnatdorchiligimni bildirib o'tganman. Haqiqatan ham o'sha Ichki ishlar vazirligining tergov departamentiga borib tushgan arizalar joyida ko'rib chiqib, nazoratga olinib, harakatlar keskin o'zgarib, o'sha yuqorida ko'rsatib o'tgan, hatto mana shu arizamda ko'rsatib o'tgan holat bo'yicha ham Angren shahrida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Lekin o'sha Toshkent viloyat bosh boshqarma ichki ishlar bosh boshqarmasi hatto Angren ichki ishlar bo'limiga bir marta telefon ham qilib ko'rmaganki, ushbu holat nima bo'lyapti deb so'ramagan. Chunki so'raganda bu yerda ularga aytilardiki, bu holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi deb. Ular hatto bilmayman bu o'tirgan xodimlar nima bilan shug'ullanadi. Agarda 5 qator nimani o'qimasa, men o'ylaymanki, bu murojaatlarni ko'rib chiqish strukturasini qandaydir o'zgartirish kerak. Oldingi murojaatlarimda aytib o'tganman. Agarda arizachining ishtirokida yoki arizachi bilan suhbatlashgan yuzasidan video yoki rasmni ilova qilib arizaga javob bermasa, bu demak qanchadan qancha jinoyatlar yashirilib qolyapti, jinoyatlar ochilmay qolyapti. Siz haqiqatan ham bu holat yuzasidan o'z munosabatingizni bildirib, qanchadan qancha ichki ishlar xodimlarini o'z vazifasidan ozod qildingiz, lekin baribir qo'yi idoralarda hali ham shunaqa holatlar bo'lmoqda. Men yana bir bor o'z minnatdorchiligimni sizga, ichki ishlar departamentiga, ichki ishlar tergov departamentiga bildiraman. O'sha oxirgi murojaatimda Toshkent shahar Olmazor tumanidagi holat yuzasidan ham murojaat qildim. Bugungi kunda u holat yuzasidan ham surishtiruv tergov harakatlari tezlashib, o'sha dastlabki Muzrab Rahmonov tomonidan jinoyat ishlari yo'q deb rad etgan qaror bekor qilindi. Hozir boshqatdan ko'rish masalasi ko'rib chiqilyapti. Endi men shu yerda aytib o'tmoqchimanki, har kim ham bunday murojaat qilish imkoniyatiga ega emas. Shuning uchun demak qanchadan qancha siz aytgandek jinoyatlar yashirilib qolinyapti. Jinoyatlar qonundan ko'rib chiqilmayapti. Shuning uchun xalq qabulxonasi orqali murojaat qilgan arizalarga berilayotgan javoblarni qandaydir nazoratini yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman. Chunki nazorat yo'lga qo'yilmasa, xuddi mana shunday qilib yolg'on ma'lumotlar bilan yopib yuborish davom etmoqda. Mana bugun 200 javobni oldim. 200 hali yana 73 ta murojaatim turibdi. Lekin 200 tani ichida haqiqatan ham o'sha Ichki ishlar vazirligi departamenti tomonidan bergan javoblar qoniqarli, davlat xavfsizligi tomonidan bergan javoblar qoniqarli. Ular haqiqatan shu arizalarni o'rganib chiqib, men bilan suhbatlashib, o'sha qonun doirasida ko'rib chiqmoqda. Lekin bu shaharlarda, viloyat bosh boshqarmalarida bu holatlar mutlaqo ko'rilmayapti. Yolg'on ma'lumotlar bilan yopib boryapti. Hattoki o'sha statsionar telefonga sizning nomeringizni terib qo'yib, rasmga tushirib, mana gaplashdik deb ko'rsatyapti. Lekin o'sha yerda haqiqatan 18 minut gaplashganini ko'rsatmayapti. Nomerni terib qo'yganligini gaplashib, suhbat bayonlari tuzilyapti. Muhtaram Shavkat Miromonovich buni qandaydir ko'rib chiqib, yolg'on ma'lumotlar bilan berilayotgan javoblarni menimcha qandaydir bir nazoratini kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Chunki men eshitishimcha hozir yana bu tizim o'zgartirilyapti deb, lekin o'zgartirilgani bilan albatta o'sha arizachi ishtirokida ko'rib chiqilmasa, arizachini haqiqatan bu javobdan qoniqqani yoki qoniqmagani to'g'ri tushuntirish xati bo'lmasa,
bu arizalarda yopildi deb hisoblamaslikni ham kiritish kerak degan fikrdaman. Bunga yana O'zbekiston Respublikasining aholisi, xalqi, fuqarolari o'z munosabatlarini bildiradi. Chunki xuddi mana shunday holat bilan qanchadan qancha odamlarni, xalqimizni arizalar ko'rilmasdan yopilib ketmoqda va qanchadan qancha fuqarolarimiz sarson bo'lyapti. Shuning uchun Shavkat Miromonovich yana bir marta shu holatni ko'rib chiqishni so'rayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.